Diqqat, ta'ziya. O'zbekiston sport olamida og'ir judolik. Bugun Toshkent yo'lbarsi olamdan o'tdi. Oila a'zolari va yaqinlariga hamdardlik izhor etamiz. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Siz ham o'z ta'ziyangizni izhor etmoqchi bo'lsangiz, videorolik ostiga bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbek va jahon boksining afsonalaridan biri Toshkent yo'lbarsi nomi bilan dong taratgan Rufat Rizqiyev 76 yoshida vafot etdi. Bu haqida O'zbekiston boks sport federatsiyasi xabar berdi. Rufat Asadovich Rizqiyev 1949-yil 2-oktyabr kuni Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on shahrida tavallud topgan edi. Bugun 15-avgust kuni O'zbek boks maktabining atoqli namoyandasi, jahon chempioni, Olimpiya o'yinlari sovrindori, mashhur sportchi va murabbiy Rufat Asadovich Rizqiyev 76 yoshida vafot etdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev uning vafoti munosabati bilan hamdardlik bildirdi. Bu haqida O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Sherzod Asadov xabar berdi. Biz ham kanalimiz nomidan marhumning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur hamdardlik va ta'ziya izhor etamiz.